men sizlarga internet chiqishim orqali bitta Guliston shahrida joylashgan Abrar urologik klinikasida ishlayotgan sehrgar doktor Bo'ltakov Quvondiq haqida gapirmoqchiman. 10 yildan beri prostata adenomasi kasalligi bilan aziyat chekib, qiynalib yurardim. Keyin oxirida bu kuchayib ketib, 12-mart kuni shu yil 26-yil umuman mazam qochdi. Peshab qila olmay qolib, shundan katta darajaga keldim. Jizzaxga zo'rg'a yetib, Jizzaxda kateter qo'yib qo'yg'imba, keyin ba'zi odamlarning gaplaridan eshitib, shu Gulistonda yaxshi vrach borligini bilib qolib, Bo'ltakov Quvondiq Abrarovichni qabuliga kirdim. Bu sehrgar vrach meni xushmuomala bilan kutib olib, kayfiyatimni ko'tarib, 13-mart kuni operatsiya qildi. Mening prostata adenomam lazer operatsiyasiga umuman to'g'ri kelmas ekan, juda katta harib ketgan ekan. Agar kelmay qolsam, o'sha onkologik kasallik darajasiga o'tib ketish mumkin ekan ozroq kechikkanimda. Bu vrach meni shu ma'lum muddatda necha 2 soat, 3 soatda shu kesish yo'lima operatsiya qildi. Umuman qiynalmadim, bilmadim ham, hayolim joyida qoyil qoldim. Men ilgari vrachlarga uncha ishonqiramay yurardim. Lekin bu vrachni ko'rib tasannalar aytdim. Mana shuni yurtdoshlar kimda adenoma bo'lsa, bel churrasi kasalliklari bo'lsa, Quvondiq doktorga kelib uchrashlarini tavsiya qilaman. Garantiya. Hozir ahvolim juda yaxshi. Ko'p qarishaqim kelyapti, futbol o'ynagim kelyapti. Oldin yura olmasdim. 10 yildan beri azob chekardim. Mana shuni ko'rib, to'g'ridan-to'g'ri kelaveringlar. To'lovlari ham qimmat emas. Yengilliklari bor. Masalan, bo'lib to'lash, u yoq bu yoq degan yengilliklari ham bor. Joyi ham, yotoq joyi ham, ovqatlariga gap yo'q. Umuman o'zingni uydagiday his qilsang bo'ladi. Hamma sharoitlar yaratilgan. Eng muhimi nisbatan arzon. Mana shu yurtdoshlar bilaman, adenoma bilan juda ko'pchilik azob chekadi. Maslahatim o'z vaqtida kelinglar. Kattarib qo'yib keyin qiynalib yurmanglar. Agar o'z vaqtida kelsanglar, yarim soat, 1 soatga bormay sehrgar Quvondiq Abrarovich olib tashlaydi. Hech narsani sezmaysiz. Og'riq degan narsani umuman sezganim yo'q. Men o'zim Forish tumanining Qorabdol qishlog'iga qarashli Kattasoy degan qishloqdan kelganman. Tog'da orasida yolg'on gapirayotganim yo'q. Quvondiq doktor meni hech qanday tanishim emas, shu yerga kelib tanidim. Agar ishonmasanglar, menga telefon qilib so'rashlaring mumkin. Menda biz qishloqda tog'da ichida yashaymiz, antenamiz ham yo'q. Endi shunda ham olib qolish mumkin. Mening nomerim 95lik 168 29 39. Ana shunda telefon qilsalar, men sizlarga ma'lumot berishim mumkin. Ma'lumotsiz Gulistonga kelasizlarmi, kelsanglar, hamma Quvondiq doktorni tanir ekan. Tojikistondan, Qozog'istondan, Jizzaxdan, umuman respublikamizning hamma deyarli viloyatlaridan bemorlarni ko'rdim. Shu internetga chiqishdan maqsad mana shunaqa vrachlarimiz ko'paysa, biz ahvolimizdan xabar oladigan xushmuomala, bilimdon, eng muhimi bilimdon. Endi bor bu paytavaqaloq vrachlar ham. Endi shular obro'yini tushirib yuribdi, shunaqa vrachlarni. Bularni ham ko'rganman. Lekin bu vrachga qoyil qoldim. Sizlarga taklif qilaman. Kimda adenoma yoki bel churrasi, haligi nima deydi, grija. Ana shu kasalliklar bo'lsa, kelinglar. Konsultatsiyasi bepul. Bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, yo bo'lmasa kuchi yetmaydigan bo'lsa kuchi yetmaydi. Ochiq, oydin gapirib, shunaqa muomala qilyapti. U aldash, shildiratish degan narsani men sezmadim. Shu
o'zi normada qancha bo'lishi kerak adenomasi? Endi eshitishim bo'yicha uni aniqni bilmayman. Normada 30 mm kub bo'lishi kerak deydi. Endi meniki shu 200 dan oshib ketgan ekanda, kattarib ketgan ekan. Nima bilan lazerini olishning umuman iloji yo'q ekan. Keyin shunaqa qilib kesdi. Va kesganini ham bilganim yo'q. Operatsiya vaqtida og'riq sezmadingiz? Og'riqni umuman sezganim yo'q. Biron marta xayolim joyida gaplashib, vrachlar bilan hazillashib o'tirdim. Sezganim yo'q. O'zi oti nima shikoyatlaringiz bo'lgan? Misol kechalar necha marta? Oldin shu peshob saqlanib turadi, peshob polnosti bo'shamaydi, qovuq. Qiynalasan peshob qilishga. Kechasi 4, 5, 6, 10 marta ham chiqib ketasan bir vaqtlari. Shu bir salga chiqqanda ham sal nima qilasan, hariga bo'shanasan, yana yarim soatda chopaverasan. Shunaqa belgilari bor ekan. Mana shunday. Hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Hech qanaqa dori, shunaqa narsalar Yana bitta yaxshi narsasi, bu doktor, bir xil doktorlarga borsang, bitta katta daftar to'ldirib dorilar yozib beradi. Quvondiq 4 xil dori yozib berdi, 4 xilga. Shu buni oldim, tabletkalarda umuman iste'mol qilganim yo'q. 4 ukol, osma ukol deydi, shu antibiotiklar, keyin tabletka bir xil tabletka. Dori-darmonga uncha pulim ko'p ketgan yo'q, mablag'im. Shu yoqi ham yaxshi ekan. Qarang, ota mendaqa YouTube formatda ko'p odam ko'rish uchun like bosish kerak. Keyin komment o'zini fikrlarini bildirish kerak-da. Odamlarni bir-biriga jo'natish kerak. Shunga qanaqadir bir o'zingizda fikrlaringiz yo'qmi? Misol uchun like bosing. Qanaqadir fikringiz bo'lsa, kommentga o'zim javob beraman deydigan narsalar misol. Ko'naman, like bosish kerak. Faqat endi quvondiqdan davo topganlar shu yurtimizda ko'p bo'lsa kerak menimcha. Lekin ular shu bunaqa imkoniyatdan foydalanmagan bo'lish kerak. Hozir masalan shu YouTube'ga chiqarmoqchimsiz? YouTube'da chiqargan bo'lsak, shular ham taniydi, ko'radi, biladi. O'shalarga ham targ'ib qilishini. Bitta gap aytib bersangiz bo'ldi. Mana shu videoni kimning prostatasi bo'lsa, hamma o'sha otaxonlarga jo'nating deb bitta aytib bersangiz bo'ldi. Kimning prostatasi bo'lsa, faqat otaxonlar emas, 40 dan oshgan mediklar aytadi, 40 yoshga har qanday erkakda prostata ma'lum miqdorda adenoma bo'ladi dedi. Katta, kichik hajmda. Shuni kattartmay, qiynalib, jonini ozib qo'ymay, vaqtida kelib quvondiqqa uchrashsa, bu doktor hech qanday aldash yo'q. Borini haqiqatni aytadi. Oldirish kerakmi yo yo'qmi? Shu gaplaringiz yetkazib qo'ysinmi? Yetkazib qo'ysin, bir-biriga yetkazib qo'ysin. Tanasin Guliston shahrida AUK Abror urologiya klinikasi. Endi Abror doktor desa taniydi ekan. Men Gulistonda ko'rdim, ko'pchilik taniydi. Kelisham haliga shu nima deydi, yonida haliga balisa bormi? Nima balisa bor? Sud ekspertiza bor ekan yonida. Sud ekspertizani yonida. Viloyat sud ekspertizasining yonida. Bunday qilaylik, mana shu kommentariyasiga shu zo'r deb yozib ketsin hamma, shuni bitta aytib bering bo'ldi. Kommentariya zo'r deysinmi? Qancha ko'p zo'r deb yozsa, shuncha ko'p o'sha bemorlarga yetib boradi-da. Anaqa ko'proq insonlarga yetib boradi. Endi tomoshabinlar kimlar ko'rayotgan bo'lsa, meni kommentariyasiga zo'r deb bosib qo'yinglar. Ularni masalan siz bo'lmasangiz boshqa shu kasallikdan aziyat chekuvchilar ham obuna bo'lmaydi, no bilib o'zining shu kasalligiga davo topadi degan umidda. Kasallikni boshidan o'tkazganlar biladi. Mana qiynalib yurganlar shu sehrgar doktor Bultaqib Quvondiqqa kelib murojaat qiling. Oxirgi shu so'zim shu. Sizlarga taklif qilaman.